Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bolalarda va kattalarda osteoporoz va osteoporozning genetik formalari haqida ma'lumot bermoqchiman. Bugungi bemorimiz mana 13 yoshda edi o'g'lingiz. 13 yoshda ularda shu ko'plab umurtqada, son suyaklarda, oyoq qo'l suyaklarida sinish kuzatilgan va qiziqarli holat bu qiziqarli tomoni bularni, ya'ni o'zlarida ham o'sha sinish kuzatilgan umurtqalarda, suyaklarda va ularni oilalarida ham sinish holatlari kuzatilgan. Ya'ni o'sha nihoyasiga yetmagan, ya'ni nezaversheniya osteogenezini ba'zi formalari autoimmun dominantniy irsilanish xarakteriga ega bo'lib, ya'ni bolalarda 50% uchrash holati kuzatiladi. Aynan shu kasallikni bizlarda aniqladik. Ya'ni ularda klassik belgilar o'sha sklerani moviy bo'lishi va 3 ta avlodda bu kasallik kuzatilyapti. Bemorga biz hozir zalendronat bilan davo boshladik va o'g'illarida mana densimetriya qilganimizda suyak mineral zichligi bolalarda Z skor bilan baholanadi. Son suyagida mana 5.7 dan -4.5 gacha son suyagining turli xil qismlarida shu ko'rsatkich kuzatilmoqda. Umurtqada ham bu -308 dan -5 gacha, ya'ni yaqqol juda ham og'ir osteoporoz kechayotganini ko'rishimiz mumkin. Endi oilari hozir reproduktiv yoshda bo'lganligi sababli osteoporoz birmuncha nisbatan yaxshilangan va kattalarda T skor bilan baholanadi va ularda ham son suyagi mana eng og'iri -3.2 gacha, ya'ni bularda ham yaqqol osteoporoz bor. Lekin shu vaqtgacha davolanmagansiz, to'g'rimi? Davolanganman. Qanaqa dorilar? Yotib ukollar olganmisiz? 6 oyda bir olinadigan ukollar. Oxirgisini qachon oldingiz? 5 yil oldin. 5 yil oldin. Undan beri 5 yildan beri davolanganingiz yo'q. Uyda yozda kelib davoladim. Og'rigan. Hozir biz qilgandaqa ukoldan olganmisiz? Yo'q. Nima ukol olgansiz? Og'riq qoldirdim. Og'riq qoldirib uchun. Hozir belingizda og'riq bor. Bo'yingiz kuchli cho'kdi, bo'yingiz qancha, necha santimetrga bo'yingiz pastladi? 150 edim. Hozir qancha bo'ldingiz? 140. 140. 10 santimetr cho'kdingiz. Hozir necha yoshdasiz? 46. 46 yoshda. Xo'p, bunday holatlarda, ya'ni vitamin D, kalsiydan tashqari yengil jismoniy faol